Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Namangan viloyati Chortoq tumani Bozorboshi mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilmoqda. Bu yerda 166-sonli konturimiz amalga oshirilmoqda. Bu konturda kartoshka ekilgan. Maydoni hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash bosqichiga yetib keldi. Ekinimiz 120 kun davomida pishib yetiladi. Ushbu loyihada 65 ta dehqon xo'jaligimiz biriktirilgan bo'lib, bu dehqon xo'jaliklarimiz har biri 15 sotuq yer maydoniga ega. Loyihaning umumiy maydoni 10 gektarni tashkil etadi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Peshqo'rg'on Xudoyorov fermer xo'jaligi va Chortoq yoshlari lider tadbirkorlari tanlab olingan. Bu yerda dehqon xo'jaliklariga bu tadbirkorlarimiz doimiy ko'rsatmalar berilib kelmoqda hamda amaliy yordam tariqasida texnika, agrotexnik talablarini ta'minlab berilmoqda. Chortoq yoshlari kooperativ tomonidan dehqon xo'jaliklaridan mahsulotni yetishtirgandan so'ng mahsulotni sotish yuzasidan shartnomalar imzolangan va dehqon xo'jaliklariga bu mahsulotni sotishda hech qanday muammolarga uchramasdan yaxshi daromad topishiga yo'l qo'yib beradi. Bu maydonimizni bo'yiga, uzunasiga 300 metr va eniga 490 metrni tashkil etadi. Bu kartoshka hosilimiz yetilib pishgandan so'ng ikkinchi ekin tariqasida ham dehqonlarimizga yaxshi daromad bo'ladigan ekin turi tanlab olinib, ikkinchi ekinga ekish rejalashtirilgan. Bu kartoshka hosilimiz 1 gektariga 30 tonnadan va 10 gektardan 300 tonnagacha hosil olish ko'zda tutilgan. Hozirgi paytda ekinlarimiz yaxshi rivojlanib, gullash bosqichiga yetib kelgan.